homilador bo'lmayapsiz. Agar homilador bo'lmasangiz, uyingizga haydab o'g'limga boshqa xotin olib beraman. To'y bo'lishi bilan homiladorlik hammada ham tez bo'lmaydi va bir yilgacha bu normal holat. Qaytanga homilador bo'lmayapmiz deb stress qilish oqibatida ayolda gormonlar muvozanati buziladi va bu qonda kortizol gormonining oshishiga sababchi bo'ladi. Bu o'z navbatida ayolda tuxumdonida tuxum hujayralarining yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Erkakda esa stress urug' foizini pasaytirib, sifatini yomonlashishiga sababchi bo'ladi. Agar bir yil ichida homiladorlik bo'lmasa, er-xotin bir qator tekshiruvlardan o'tishi shart. Birinchidan, kichik chanoq sohasi ultratovushi. Ikkinchi, bir qator laborator tekshiruvlar, gormonlar infeksiyalarga tekshirish kerak. Uchinchisi, erkakda urug' foizini va sifatini albatta bilish kerak. Sizni ham shunday muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling va obuna bo'lishni unutmang.